Diyor Studio taqdim etadi. Assalomu alaykum azizlar. Bize hazır şu görüntülen joy o'rnini reklama etmiş için geldik. Bu joy o'rnimiz satıldı. Dokumenti hakim kararı çıktı. Kalan dokumentlerini şu joyni kurtup so'ng damoyu asanlab bo'ladi. Bu joyimizni o'rnimizni uzuni 61, eni 22 metr ekan. Manzili Qilchinoqda joylashgan. Qilchinoq emida yo'li katta A380 yo'lini 100-150 metr oshib ketsa, yamanda somsaxona bor, do'kon bor, emida aylanmada. Hozir buni ham adresini tushuntirib o'tamiz sizlarga. Birinchi hozir joy o'rni bilan tanishtirib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek 22 metr eni, 61 metr uzunligini. Qatlamda joylar salom turibdi, odamlar yashab o'tiribdi. Yerlari ekilib turibdi, ko'rib turganingizdek. Yana g'o'sh ekib qo'yibdilar yerni. Polni ekilib turgan yer. Dokumentlari hokim qarori bor. Joyni salabaraslarda dokumentdan mo'yn olib, shunda yashayversizlar, yer o'ng'ayli, yo'l asfaltga yaqin. Eldinda ham yo'li bor. Buni bu yerdan otizatchinglar bo'ladi. Bu eldan ham bunda zekash, bazekashning qirg'oqlarini ham polni qirqib taxlab, chistiyatib o'zlaring gul ekasizlarmi, boshqa ekasizlarmi chiqib o'zlaring natsanglar bo'ladi, o'zlaringizni planingizga qarab. Eldinda ham yer bor, bu tarafida ham yer bor. Ana tarafdan molxona, uni ko'tarib molxona qursanglar ham bo'ladi. Qisqasi joyimiz 13 sotikdan ziyodroq. Hozir adresini ham tushuntirib o'tamiz. Keyin bahosini kelgan bo'lsak, bahosi sotikina $1000 aytilgan. Premierni shunda 13 sotikdan ziyod bo'lsa, 13 qilchi, shu 13dan ziyodroqmi, shunday bo'ladi bahosi. Aniq ma'lumotni egasini nomerini qoldiramiz, shunga telefon so'raysizlar. Sotikina $1000 aytib o'tgan ekan. Lekin desa yer yaxshi, yerda joyning dokumenti bor ekan, bu yerlarni polni ekib o'tibdilar, ko'ribsizlar, endi kum yer emas, boshqa emas. Ekib o'tilgan yer. Shuning uchun bahosi sotikina $1000 aytilib o'tibdi ekan. Ustunda kelib egasi bilan metrlab o'lchaysiz, kelishasiz. Pul bilan xudo xohlasa ustunda kelishasizlar qolganini. Bizlarning shundaylarga ma'lumotni yetkazdik. Shu joy o'rnimiz kimga kerak bo'lgan bo'lsa, bir so'm pulinglar qo'ygan bo'lsanglar, joy olaman, boshqa aytaman deb, yana sizlarga zo'r taklif. Olinglar joyni, xudo xohlasa, zo'r mesdi. Ya'ni paxtachi o'sha yo'llardan paxtachi, bundan zikashdan paxtachi, bu yerda Qilchinoqda shu o'rtasida joylashgan. Zo'r adres. Bunda yana sal yo'lga chiqqanda Ataxon akaning do'koni bor. Somsaxona Ataxon militsiya dedilar, shuni do'konidan yetkazasizlar. Shu yerda joylashgan. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Azizlar, hozirgi joy o'rnimizni adresini tushuntirib o'tgan bo'lsak, yana 4 yo'ldan kelishda o'ng tarafda Samoyki do'koni, mini market bor, Ataxon akaning do'koni. Shundan o'tib, yana chapga qarab burilasizlar. Hozir kirasizlar, shu tarafga qarab. 100 metrdan keyinmi 100 metr sal o'tib o'tmay, yana joy o'rnina borasizlar. Bu yo'ldan kelishda bu yerda shunday ko'pirdan o'tib aylangandan keyin o'ngga qaragan yo'l bor. Shu do'kon, mo'ljal do'kon. Do'kondan aylanasizlar yana shu yerda. Zekashning bo'yidan shu yerda tushsanglar, tushgan yerida joy o'rni joylashgan. Mesdi yo'lga yaqin. Chiqasizlar, xohlasangiz 4ga ketasizlar, xohlasangiz bu yerga ketasizlar. Maktab 3-maktabga borsam bo'ladi. Agar yashagan bo'lsanglar, farzandlaringiz maktabga borsa bo'lsa, 3-maktabga borsa bo'ladi. Hammaga yaqin bunday. Shu yo'lni bo'yinda bo'lgandan keyin xohlasangiz 4ga borasizlar, xohlasangiz bu yerga borasizlar, xohlasangiz do'konga chiqasizlar, yaqingina. Shunday mesni tushuntirib o'tdik sizlarga. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizga xursandmiz. Videoga bir like'larni bosib, kim joy o'rin izlab bilgan bo'lsa, shu odamga shu videoni yuborib qo'yinglar. Pulni kelishasizlar, telefon nomerini qoldiraman. O aytilgan bilan aytilgan bahosi bo'lmaydi, berib pulni ustunda kelishasizlar o'zlaringiz. Egasidan nomerini qoldiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir like'larni bosib, pardosh etib turasizlar. Rahmat.